Hammaga assalomu alaykum. Biz bugungi darsimizda OOP bilan tanishib chiqamiz. Ya'ni zamonaviy dasturlashda asosiy tamoyili bilan tanishib chiqamiz. Birinchi shu OOPni o'zini asosiy prinsiplarini va OOP haqida gaplashamiz. Undan keyin inkapsulyatsiyani ko'rib chiqamiz. Inkapsulyatsiyadan keyin meroslanishga to'xtalib o'tamiz. Keyin meros va kirish aksess darajalarini ko'rib chiqamiz. Undan keyin meroslanish va konstruktorlar qanday ishlashini ko'rib chiqamiz. Keyin asosiy klassda obyekt o'zgaruvchilari degan termin bor. U bilan tanishib chiqamiz. Undan keyin meros olishda a'zolarni almashtirishni ko'rib chiqamiz va oxirida polimorfizmga to'xtalib o'tamiz. Statik polimorfizm va dinamik polimorfizmni ko'rib chiqamiz. OOP o'zi nima degani? Object Oriented Programming deyiladi. Ya'ni bu obyektga yo'naltirilgan dasturlash deb tarjima qilinadi o'zbekchasiga. Bu nima degani? Bu bizni masalan dasturlashda ham haqiqiy bizni dunyoyimizga moslab olsak, butun bizni qamrab olgan dunyo o'zi obyektlardan iborat va har bir obyektda o'zini xususiyatlari bo'ladi. Va bu xususiyatlarda biz uchun ko'rinadigan bor va ko'rinmaydigan holatlari ham bo'ladi. Masalan, ba'zi bir obyektlarni o'zini mutaxassis ko'radi. Ba'zi bir obyektlar olam uchun, dunyo uchun tayyor mahsulot sifatida namoyon bo'ladi. Bunga misol qilib, masalan, avtomobil, mashinani olsak, biz mashinani saloniga do'sti bor, ranglariga, uni tezligi va boshqa shu o'zimizga tegishli oddiy haydovchi sifatida biladigan xususiyatlariga bizni dostupimiz bor. Lekin mashina ustasi uchun bu akseslar, ya'ni dostuplar ko'p bo'ladi. U kapotini ochib tuzatishi mumkin va biz oddiy foydalanuvchi uni kapotini tagida nima borligini biz bilmaymiz. Xuddi shunday obyektga yo'naltirilgan dasturlash ham shunaqa tamoyilni ilgari suradi. Ya'ni dasturlashda har bir o'zini sohasiga tegishli ma'lumotlar obyektlarga bo'linib olgan bo'lishi kerak va bu obyektlar orqali boshqarilishi kerak. Ya'ni OOPni asosiy maqsadi murakkab tizimlarni oddiy obyektlar orqali boshqarish. Shu yo'l bilan biz kodni tushunarli, qayta ishlash mumkin bo'lgan va xatolarga chidamli qilib dasturlashimiz mumkin. To'g'ri, dasturlash jarayonida siz OOPdan foydalanmasdan bir qatorda uzundan-uzun kod yozib, maqsadingizga ham erishishingiz mumkin. Kerakli dasturingizni ham yaratishingiz mumkin. Lekin keyinchalik biron bir o'zgartirish kiritishda buni albatta qilasiz, albatta o'zgartirish bo'ladi. Qo'llab-quvvatlashda, biror bir yangilik kiritishda bu sizga juda katta qiyinchilik tug'diradi. Shuning uchun dasturlashni boshida, jarayonni boshida obyektga asoslanib dasturlashda tavsiya etiladi. Xo'p, OOPni o'zi aslida 4 ta asosiy ustuni bor. Menda bu yerda hozir 3 ta keltirilgan, ya'ni abstraksiyani ko'rib chiqmaymiz. Uni keyinchalik advanced darslarimizda ko'rib chiqamiz, nasib qilsa. Hozircha biz inkapsulyatsiya, meroslanish va polimorfizmga to'xtalib o'tamiz. Inkapsulyatsiya bu obyektni ichki ma'lumotlarni yashirish va faqat kerakli joyda ularga kirishga ruxsat berish demakdir. Ya'ni tashqariga faqat kerakli xususiyatlarga do'st beradi xolos. Shuning uchun inkapsulyatsiya deyiladi, ya'ni kapsula so'zidan olingan. Kapsuladagi dori deb olsak, biz oshqozonga tushgungacha kapsuladagi dori boshqa a'zolarimizga zarar yetkazmaydi. Shu oshqozonda kapsulasi erib, o'zi kerakli joylarga ta'sir qiladi. Xuddi shunday bizda ham inkapsulyatsiyada shu obyektimizni kerak emas xususiyatlarni tashqariga chiqarmaydi va faqat shu tashqari bilan muloqot qilish kerak bo'lgan xususiyatlar tashqariga do'sti bo'ladi xolos shu xususiyatlarga. Biz inkapsulyatsiyaga maydonlarni va xususiyatlarni ko'rib chiqqanimizda to'xtalib o'tganmiz. Shunda aytib o'tganmiz, odatda maydonlar, ya'ni fields private bo'ladi va xususiyatlar properties. Ularning do'sti odatda public bo'ladi va shu properties orqali maydonlar boshqariladi. Misol sifatida bank account klassini ko'rib chiqsak, uni maydoni bor, balance va uni e'tibor beringlar, modifikatori private. Ya'ni bu maydon faqat shu klass ichida ko'rinadi va bu maydonni qiymatlarini berish va qiymatlarini o'qish boshqa xususiyatlari orqali emas. Bu yerda misolda deposit va get balance metodlari orqali boshqarilyapti. Deposit qiymat tashqaridan qabul qiladi va uni tekshirib turib, 0 dan katta bo'lsa, shu maydonimizga tayinlaydi. Ya'ni maydonimizga qiymatiga qo'shib qo'yadi. Get balance metodi esa shu qiymatni ko'rsatadi. Bu yerda inkapsulyatsiyaning yana bir foydali tarafi ko'rinyapti. Ya'ni biz qiymatlarni tekshirib turib, to'g'ri keladimi, yo'qmi, shuni tekshirib turib, to'g'ri kelsa keyin tayinlayapmiz. Ya'ni bu joyda balans yashirin maydoniga to'g'ridan-to'g'ri tashqaridan do'st bo'lmagani uchun u bevosita tashqaridan o'zgartirilmaydi. Faqat shu deposit va get balance orqali o'zgartirib va qiymatini o'qish mumkin xolos.
Natijada biz shu ma'lumotlarni yaxlitligini saqlab qolamiz va tashqaridan kelayotgan informatsiyani biz to'g'ridan-to'g'ri maydonga yozib, uni buzib qo'yishdan yoki noto'g'ri, to'g'ri kelmaydigan qiymatni belgilanishni oldini olamiz. Xo'p, meroslanish inheritance deyiladi. Ya'ni bu bitta klassdan boshqasiga xususiyatlar va metodlarni o'tish imkoniyati desa ham bo'ladi qisqa qilib. Ya'ni bazaviy klassda qanday xususiyatlar va metodlar bo'lsa, meros qilingan klassda o'shalar hammasi meros oladi. Ya'ni biz ota-onamizdan meros qilib olgan barcha xususiyatlar kabi meros olgan klass ham shu ota klassdan barcha o'zi uchun meros olish mumkin bo'lgan a'zolarni meros qilib oladi. Ya'ni aytmoqchimanki, barcha a'zolarni meros qilolmaydi. Masalan, private bo'lsa a'zolar, ular meros qilinmaydi. Lekin barcha public va protected a'zolar meros qilinadi. Va meros qilishda C# yana bitta asosiy qoidasi faqat bitta klassdan nasl oladi xolos. Ya'ni klassda ko'pgina ota-onasi bo'lolmaydi. Faqat bitta bo'ladi xolos. Otasi aniqroq. Ya'ni meroslanishda asosiy afzalligi bu kodni takror yozmaslik imkonini beradi. Ya'ni shu ota klassdagi metodlar va xususiyatlarni biz child, ya'ni meros klassda ham ishlatish imkonini beradi. Aytib o'tganimdek, private xususiyatlar voris klass ichida ko'rinmaydi. Voris klassga o'tmaydi ular. Tashqi klasslarda ham ko'rinmaydi. Ya'ni private xususiyat tashqarida ham ko'rinmaydi va voris klassda ham ko'rinmaydi. Agar xususiyatni oldida modifikator bo'lmasa, u ham private hisoblanadi va u ham xuddi shunday naslda ham va tashqaridan ham ko'rinmaydi. A'zoni protected qilib qo'ysak, private emas, u nasl meros klassda ko'rinadi, tashqari boshqa klasslarda ko'rinmaydi. Ya'ni naslga uzatiladi. Internal qilsak, bu ham nasl klassda ko'rinadi, agar bir xil assembly bo'lsa va boshqa assemblydagi klasslarda ko'rinmaydi. Protected internal bir xil assemblyda va meros klasslarda ko'rinadi. Ya'ni boshqa assemblyda bo'lsa ham meros olsa ko'rinaveradi. Publicda endi bilasizlar, u hamma joydan unga dostуп ochiq, nasllardan ham va tashqaridan ham, boshqa klasslardan ham. Endi bu modifikatorlarni grafik ko'rinishda qamrov doirasi qanchalik bo'lishini ko'rib chiqsak bo'ladi. E'tibor bersalar, ikkita aylana bor. Ular assemblyni bildiradi. Assembly endi bilasizlar, exe yoki DLL faylidagi alohida proyekt desa ham bo'ladi. Birinchi assembly, ya'ni o'sha assemblyda yaratilgan klasslarda a'zolarga berilgan modifikatorlarni ko'rib chiqamiz. Birinchi qizilda private modifikatorni qamrov doirasi ko'rsatilgan. Undan keyin private protected, uni qamrov doirasi nasl olingan klasslarga ham o'tadi, uni a'zolari. Keyingisi internal, uni qamrov doirasi shu bir assemblyning ichida bo'ladi. E'tibor bersangiz ham faqat shu aylananing ichida turibdi, birinchi aylananing ichida. Undan keyingisi sarg'ish yozuv bilan protected ko'rsatilgan. Uni qamrov doirasi shu bir assembly ichida nasl olingan klasslar va boshqa assemblyda ham nasl olingan klasslarga tegishli bo'ladi. Undan keyingisi protected internal, u degani internalga protected qo'shilyapti va buni qamrov doirasi keyingi assemblyda faqat nasl olinsa, shu a'zolar nasllanadi. Va oxirida public, uni qamrov doirasi eng keng, u hamma joyda ko'rinaveradi. Yana bitta modifikator bor, sealed. Bunaqa modifikator bilan e'lon qilingan klassdan meros olish mumkin bo'lmaydi, lekin obyekt yaratishimiz mumkin. Ya'ni sealedni o'zini ma'nosi запечатанный, ya'ni muhrlangan, pechatlangan, o'zgarmaydi. Hali pechat urib ketishadi-yu, eshiklarga bir narsa muhrlanib qo'ysa, xuddi shunday bu klass ham o'zgartirib bo'lmaydigan, meros olmaydigan klass bo'ladi. Faqat undan obyekt yaratishimiz mumkin bo'ladi. O'zi ko'p hollarda private, public va protected o'zi yetarli bo'ladi. Internal va protected internallar ular kam ishlatiladi. Masalan, biror bir biblioteka yoki framework yaratilayotganda foydalanish mumkin. Aytib o'tganimizdek, nasl olganda meros olayotgan klass ota klassdan a'zolarni meros qilib oladi, lekin konstruktorlarda emas. Shuni aytib o'tib ketish kerak. Konstruktorlarda to'g'ridan-to'g'ri meros olinmaydi, ularni qo'lda chaqirish kerak bo'ladi. Buning uchun biz base operatorini ishlatamiz. Bu operator yordamida asosiy klassni konstruktorini chaqiramiz va unga argumentlar uzatamiz. Ya'ni biz obyekt hosil qilayotganimizda shu konstruktorimiz ishlaganda birinchi bo'lib asosiy klass konstruktori ishga tushadi. Undan keyin nasl olingan klass konstruktori bajariladi.
Mana e'tibor bersalaring, asosiy klassimizdagi konstruktorni chaqirish uchun meros klassimizda base operatoridan foydalanyapmiz. Bu yerda ikkala konstruktorimizda ham yozuv chiqaryapmiz. Asosiy konstruktor va meros konstruktori deb ekranga yozuv chiqadi. Ya'ni birinchi asosiy klassda konstruktor ishlaydi va keyin meros klassda konstruktor ishlaydi. Bu yerda bitta holatni ko'rib chiqishimiz mumkin. Masalan, base operatorini ishlatmasam xato chiqaradi. Ya'ni asosiy klassda parametrsiz konstruktor bo'lmagani uchun parametrsiz konstruktor asosiy klassda yo'q degan xato chiqaradi. Mana ekranda chiqarib qo'ydim. Va bunday xatoni olish uchun biz asosiy klassda parametrsiz konstruktor yaratib olsak, biz keyin meros klassda base'ni ishlatmasligimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, asosiy klassda obyekt o'zgaruvchilari. Bunda o'zbekchaga tarjima qilishda qandaydir ma'nosiz tarjima qilinyapti. Ruschada bu obyektniy переменные bazaviy klassi deyiladi. Ya'ni bu yerda biz asosiy klass tipidagi meros klass yaratib olsak, bunday obyektimizda biz asosiy klassni metodlari va xususiyatlariga dostupimiz bo'ladi. Ya'ni misolda ko'rsak, asosiy klassimizda showBase metodi bor va meros klassimizda showMyClass metodi bor. Obyekt yaratayotganimizda uni tipini asosiy klass qilib ko'rsatsak, bunday obyektda biz asosiy klassdagi a'zolarga dostupimiz bo'ladi. Ya'ni showBase metodiga dostupimiz bo'ladi, lekin showMyClass metodi yo'q bo'ladi. Meros olishda a'zolarni almashtirishimiz mumkin. Bu almashtirish degani qanday? Bunda bazaviy klassdagi metodlar yoki xususiyatlar merosxo'r klassda yangilab yoziladi va bu jarayonda a'zolarni almashtirish yoki yashirish deyiladi. Member hiding deyiladi va uni new kalit so'zi bilan amalga oshiriladi. Bunda new kalit so'zi bilan yozilgan a'zo ota klassdagi a'zoni yashirib qo'yadi. Misolda ko'rsak, asosiy klassda show metodi bor. U bu bazaviydagi show deb yozuv chiqaryapti va uni new bilan meros klassda yozsak va unga bu merosxo'rdagi show degan yozuv chiqaradigan qilib yozsak, keyin shu klass ekzemplarni yaratganimizda showni chaqirganimizda merosxo'rdagi showni chaqiramiz. Ya'ni bu bilan asosiy klassdagi showni yashirib qo'yyapmiz. Bu yerda savol tug'ilishi mumkin. Newsiz yozsak bo'ladimi showni? Ha, yozsak bo'ladi. Buni farqi ham bo'lmaydi hech qanday. Ammo C# o'zi aniq yozuvni yaxshi ko'rgani uchun shuni desa ham bo'ladi. Biz new'ni ko'rsatsak, u bizda metodimizni tagiga chizib qo'ymaydi. Aslida bu xato bo'lmaydi, lekin aniqlik uchun yozish kerak bo'ladi. Ya'ni new bilan biz base'dagi metodni ataylab yashiryapmiz. Va shu yashirayotganimizni ko'rsatish uchun new kalit so'zidan foydalanyapmiz. Mana asta-sekin polimorfizmga yetib keldik. Polimorfizm ya'ni polimorfniy degani bu har xil shakldagi degan ma'noni beradi. Bu degani bir xil nomdagi metodlar turli xil holatda, har xil tarzda ishlashiga aytiladi. Ya'ni bir metod bir xil nom orqali bir necha turdagi obyektlar ustida turlicha ish bajarishi mumkin. Polimorfizmda ikki turi bor, ya'ni statik polimorfizm. Bu metodlarga bir necha variantlar beriladi. Buni biz overloadingni ko'rib chiqqandik. Va dinamik polimorfizm bu voris klasslarda metodlarni o'zgartirishga aytiladi. Statik polimorfizmni ko'rib chiqsak, ya'ni compile time polimorfizmi deb ataladi. Buni metodlarni yoki operatorlarni overloading qilishga aytiladi. Overloading haqida bilsalar kerak. Agar bilmasalar ham bu haqida alohida darslarimiz bor. Ularni ko'rishni tavsiya etaman. Qilib aytib o'tsam, bu bir xil nomli, lekin parametrlarning farqi yoki tipi bo'yicha farqlanadigan metodlarga aytiladi. Misolda ko'rsak, kalkulyator klassi bor va unda 3 ta add metodi bor va bu metodlar unga berilayotgan parametrlar bo'yicha ularning tipi yoki soni bo'yicha farqlanyapti. Statik polimorfizmga operatorlarni qayta yuklash ham kiradi. Bu haqida ham alohida darsimiz bor. Uni ham ko'rishni tavsiya etaman. Bunda operatorlarni klass yoki strukturalar ustida yangi ma'noda ishlashini qayta yozishimiz mumkin. Masalan, arifmetik operatorda overload qilsak, plusda. Plus aslida o'zi ikkita sonni qo'shadi, lekin klassda shu plus obyektlarni qo'shish imkonini ham yozishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda ikkinchi misolimizda batafsil ko'rsatilgan klassimiz bor, uning ikkita xususiyati bor va biz statik metod ichida operator kalit so'zidan foydalanib
plus operatorini ko'rsatib, shu tipdagi klassni bir-biriga qo'shganda nimalar bajarishini, ya'ni qaysi a'zolar bir-biriga qo'shilishini yozib qo'yganmiz. Shunga operatorlarni qayta yuklash deb aytiladi. Polimorfizmning yana bir turi dinamik polimorfizm. Bu voris klasslarda metodlarni o'zgartirishga aytiladi, ya'ni overriding qilishga aytiladi. Buning uchun biz virtual va override kalit so'zlaridan foydalanamiz. Virtualda biz bazaviy klassda metodni oldiga yozib qo'yishimiz kerak bo'ladi va uni nasl olayotgan klasslarda override kalit so'zidan foydalanib override qilish imkonimiz bo'ladi. Misolda ko'rsatilgan birinchi asosiy klassda virtual bilan show metodi yaratilgan va uni meros klassda override qilyapmiz. Bu nima imkonini beradi? Pastda ko'rsalang, biz meros klassni tipini asosiy klassni tipida berganmiz va show basedni chaqirsak, shu meros klassdagi show ishlaydi. Ya'ni bu yerda asosiy klassdagi tip bilan, asosiy klassdagi nom bilan shu tipdagi klassda boshqacha ishlashni ta'minlayapmiz. Ya'ni dinamik polimorfizm yordamida biz turli obyektlarni bir xil interfeys orqali boshqarish imkoniyatiga ega bo'lyapmiz. Bu oddiy misol bilan biz polimorfizmni imkoniyatlarini ko'rishimiz mumkin. Masalan, o'zbeklarga eng yaqini oshxona desak, tasavvur qilinglar, sizlarda restoranlaring bor va u yerda har xil ovqatlar tayyorlanadi va ularda har xil odamlar tayyorlaydi. Masalan, o'zbek oshpazi bor yoki boshqa Yevropa taomlarini tayyorlaydigan oshpazlar bor yoki yaponcha ovqatlar ham tayyorlaysiz. Va bular uchun agar polimorfizm ishlatilmasa, har biriga san pitsa tayyorla, pasta tayyorla, osh tayyorla yo shashlik tayyorla deb aytib chiqishimiz kerak bo'ladi. Har bir oshpazga uni sohasi bo'yicha alohida aytishimiz kerak bo'ladi. Agar oshpazlar ko'p bo'lsa, yana ham har biriga bittadan metod hosil qilishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni kodimiz uzayib ketadi. Lekin agar polimorfizm ishlatsak, bitta klass, asosiy klass yaratib olamiz va uni oshpaz deymiz, masalan. Va unga faqat tayyorlaydigan metodini yaratib qo'yamiz va unga virtual modifikatorni berib qo'yamiz. Keyinchalik oshpazlar turiga qarab, masalan, o'zbek oshpaz bo'lsa, o'zbek oshpazi shu klassimizdan meros oladi, oshpaz klassidan va unga tayyorla desak, o'zi bilib oshni yoki shashlikni tayyorlayveradi. Metodimizga shuni yozib qo'yamiz va tayyorla deymiz va bu o'zbek oshpazda ham tayyorla metodi bo'ladi va unda biz osh tayyorlash, shashlik tayyorlashni yozib qo'yamiz. Va hokazo boshqa oshpazlarga ham xuddi shunaqa tayyorla metodini override bilan hosil qilib olib, nima qilish kerakliklarini yozib qo'yamiz va keyinchalik shu restoran klassimizda ovqat tayyorlash metodini hosil qilib olib, bitta siklning ichida hamma oshpazlarga tayyorlatib boramizda, ular o'zi bilib, o'zlari ovqatlarni tayyorlayveradi. Qo'pol misol qilsak, shunday tushuntirsa bo'ladi. Polimorfizmda imkoniyatlarini va qudratini. Oldin ko'rib o'tgan new bilan farqini aytib o'tsam, newda biz bazaviy klassda oddiy metod ishlatishimiz mumkin. Meros klassda new ishlatsak, bu eskisini ustiga yozib yuboradi, ya'ni eskisini bekitib yuboradi. Overridingda, ya'ni polimorfizmda ishlatganimizda virtual modifikatorni ishlatamiz va uni override qilsak, haqiqiy bazaviy klassdagi metod o'rniga shu override qilgan metodimiz ishlaydi. Ya'ni shunda polimorfizm ishlaydi. Hozir aytib o'tganimdek, siklda masalan new bilan ishlatsak, bu asosiy klassda metodlar ishlaydi, ya'ni override qilingan metodlar ishlamaydi. Meros klassidagi metodlarda o'zgartirilgan boshqa ishni bajaradigan metodlarni ishlatish uchun virtual va override ishlatishimiz kerak bo'ladi. Xulosa qilsak, merosdagi haqiqiy almashtirish, ya'ni polimorfizmda overriding ta'minlaydi. New bo'lsa bu metodni yashirib qo'yib, polimorfizmni buzib qo'yadi. Agar har doim biz ota klassdagi metodni xatti-harakatini o'zgartirmoqchi bo'lsak, overriding ishlatishimiz kerak. Shu metodning yangi versiyasini yaratmoqchi bo'lsak, new ishlatamiz. Zamonaviy dasturlash, ya'ni OOPni asosiy ustunlarini, 3 ta ustunini ko'rib chiqdik bugun. Agar savol yoki muammolar bo'lsa, bemalol izohlarda yozing. Birgalikda hal qilib ko'ramiz. Bugungi darsimiz shu bilan nihoyasiga yetdi. Agar darslarimiz sizlarga yoqayotgan bo'lsa, manfaatli bo'layotgan bo'lsa, iltimos like bosing, zero boshqalarga ham tarqasin va shu bilan kanalimizning rivojiga hissa qo'shgan bo'lasiz. Oldindan rahmat. Xayr, sog' bo'ling.